Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Samarqand iqtisodiyot va servis instituti iqtisodiyot fakulteti real iqtisodiyot kafedrasi professori Shodiyeva Gulnora Mardiyevna ishlab chiqarishni tashkil etish fanidan bugungi video darsimizda monopol va oligopoliya bozorlarda narx strategiyasi va uni xulq-atvor jihatlari mavzusida siz bilan muhim bir ma'ruzani tinglaymiz. Bu mavzu bilamizki, iqtisodiyot nazariyasida juda muhim. Chunki bozorda narx qanday shakllanishi faqat hujjatlar yoki talab bilan emas, balki o'sha bozorni tuzilmasi bilan ham bevosita bog'liq bo'lib hisoblanadi. Agar bozorda yagona ishlab chiqaruvchi bo'lsa, u narxni erkinroq belgilash imkoniyatiga ega bo'ladi. Agar bozorda bir nechta firmalar bo'lsa, ularni har biri o'z qarorida raqobatchilarning ehtimoliy javob harakatlarini hisobga olishga to'g'ri keladi. Shuning uchun monopoliya va oligopoliya sharoitida narx belgilash masalasi oddiy bozorlarga nisbatan ancha murakkab hisoblanadi. Bugungi darsimizda biz monopoliyada narx diskriminatsiyasi qanday yuz berishi, oligopoliyada firmalar narxni qanday strategik shakllantirishi, iste'molchilarni xulq-atvori narx siyosatiga qanday ta'sir qilishi, chiziqli va chiziqsiz narx belgilash o'rtasida farq nimada ekani va shu mahsulot sifati turlariga orqali narx diskriminatsiyasi qanday amalga oshirilishini ko'rib chiqamiz. Bu mavzular nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy jihatdan ham iqtisodiyot, raqamli platformalar, aviakompaniyalar, banklar, telekommunikatsiya va xizmat ko'rsatish sohalari uchun ham muhim dolzarb bo'lib hisoblanadi. Darsimiz rejasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, birinchi qismda biz monopoliyalarda narx diskriminatsiyasini nazariy asoslarini o'rganamiz. Bu yerda biz monopolist nima uchun bir xil tovarni turli iste'molchilarga turli narxlarga sotishga harakat qilishini tushunamiz. Ikkinchi qismda esa oligopoliyalarda narx strategiyalarini ko'rib chiqamiz. Oligopoliyada har bir firma mustaqil qaror qabul qilsa-da, u raqobatchilar harakatini doim hisobga olishiga to'g'ri keladi. Uchinchi qismda xulq-atvori asosida narx diskriminatsiyasi haqida gaplashamiz. Bu yerda masala shundaki, barcha iste'molchilar ham mutlaqo ratsional qaror qabul qila olmaydi. Firmalar aynan shu farqlardan foydalanadi. To'rtinchi qismda chiziqli va chiziqsiz narx belgilash mexanizmlarini tahlil qilamiz. Bu narx diskriminatsiyasini amaliy modellarini tushunishga juda muhim kategoriya bo'lib hisoblanadi. Beshinchi qismda esa bizlar mahsulot turi va sifati orqali narx strategiyalarini qanday qurilishini ko'ramiz. Bu yerda vertikal differensiatsiya, ya'ni turli sifatlardagi variantlar orqali iste'molchilarni segmentlash masalalariga e'tibor qaratamiz. Demak, bugungi darsimiz o'sha bozor tuzilmasi, narx iste'molchi xulqi va davlat tartibga solishi o'rtasidagi bog'liqlikni kompleks tarzda ochib beriladi. Eng asosiysi, birinchi asosiy qismimiz, ya'ni monopoliyada narx diskriminatsiyasiga o'tamiz. Ma'lumki, monopolistni asosiy maqsadi umumiy foydani maksimal darajaga yetkazish. Bu iqtisodiy nazariyaga ko'ra firma foydasini chekka daromad, chekka xarajatga teng bo'lgan nuqtasida maksimallashtiradi. Va bu mana ko'rib turgan foydani maksimallashtirish formulasi quyidagicha bo'ladi. Biroq monopoliya sharoitida siz bilasizki, muhim bir xususiyat bor. Talab egri chizig'i pasayuvchi bo'lgani uchun monopolist uchun chekka daromad har doim talab chizig'idan pastga joylashadi. Mana buni sxemada ham ko'rib turibsiz. Lekin shu sababli monopoliyada narx odatda deylik xarajatdan yuqori bo'ladi. Ana shu farq monopolistga qo'shimcha bozor kuchini beradi. Shu kuch asosida u bir xil tovar yoki xizmatni turli iste'molchilarga
turlicha sotish imkoniyatini qo'lga kiritadi va bu holat oldingi darsimizda aytganimizdek narx diskriminatsiyasi deb ataladi. Bu yerda eng muhim nuqta shundaki, narxlar o'rtasidagi farq ishlab chiqarish xarajatlaridan farq bilan izohlanmaydi. Aksincha, bu farq iste'molchilarning to'lashga tayyorligi, talab elastikligi, bozor haqidagi ma'lumot darajasi, vaqt va shartnoma sharoitlariga qarab belgilanadi. Demak, monopoliyada narx diskriminatsiyasi bu monopolistlarni bozor kuchidan foydalanib, turli guruhlardan maksimal darajada daromad olishga qaratilgan strategiyasi bo'lib hisoblanadi. Endi savol tug'iladi. Har qanday monopolist yoki har qanday firma narx diskriminatsiyasini amalga oshira oladimi? Albatta yo'q. Buning uchun ma'lum shartlar bajarilishi kerak. Birinchisi, bu to'lash qobiliyatidagi farqi, ya'ni barcha iste'molchilarning daromadi, ehtiyoji va to'lashga tayyorligi bir xil emas. Ayrim iste'molchilar bir xil tovar uchun yuqoriroq narx to'lashga tayyor bo'ladi, boshqalari esa narxga sezgirroq bo'ladi. Ikkinchisi, bu talab elastiklikdagi farqi. Agar bir guruh narx o'zgarishiga kam reaksiya qilsa, ya'ni noelastik bo'lsa, monopolist bu guruh uchun yuqoriroq narx belgilay oladi. Agar boshqa guruhga narxga judayam sezgir bo'lsa, unda pastroq narx taklif etadi. Uchinchisi, arbitraj imkoniyatini cheklanganligi. Agar arzon narxda sotib oladigan xaridor boshqa iste'molchilarga qayta sotib yuborsa, albatta segmentatsiya buziladi. Unda belgilangan shartnomalarda demak qayta sotish imkoniyati cheklangan va bu belgilangan shartnomalarda ko'riladi. Endi keyingisi bu axborot ustunligi bo'lib hisoblanadi. Bunda monopolist iste'molchilarni xulq-atvori, xarid odatlari, to'lashga tayyorgarligi haqidagi ma'lumotga ega bo'lishi kerak. Aks holda u qaysi segmentga qanday narx qo'yishni aniqlay olmaydi. Demak, xulosa qilishimiz mumkin ekanki, narx diskriminatsiyasi bu, aytaylik, tasodifiy emas. U ma'lum iqtisodiy, institutsional shartlar asosida shakllanadi. Endi narx diskriminatsiyasining keng tarqalgan shakli guruh yoki 3-darajali narx diskriminatsiyasini ko'rib chiqamiz. Bu holatda monopolist iste'molchilarni ma'lum belgilarga qarab segmentlarga ajratadi va har bir segment uchun alohida narx belgilaydi. Iqtisodiy jihatdan optimal shart shuki, har bir segmentda chekka daromad chekka xarajatga tenglashtiriladi. Ya'ni amaldagi bu judayam kam uchraydi. Masalan, bu demografik segmentatsiya, ya'ni har bitta segmentda mana shu formula asosida faoliyat ko'rsatiladi. Masalan, talabalar uchun chegirma yoki bo'lmasa pensionerlar uchun imtiyoz yoyinki ayrim hududlarda arzonroq tariflar qo'llaniladi. Keyingisi bu vaqtga asoslangan narxlar, kunduzgi va tungi tariflar, mavsumiy chipta narxlari, bayram kunlaridagi yuqori narxlar. Endi foydalanish maqsadiga asoslangan narxlashga ko'ra shaxsiy mijozlar uchun bitta narx, korporativ mijozlar uchun boshqa narx talab etiladi. Bu yerda albatta Lerner indeks tushunchasi ham juda ham muhim. Talab qanchalik noelastik bo'lsa, narxni chekka xarajatdan shunchalik yuqori qo'yish mumkinki, shu sababli narxga kamroq sezgir segmentlari yuqoriroq narx to'laydi. Narxga juda sezgir segmentlar esa pastroq narxga ega bo'ladi. Demak, guruh bo'yicha narx diskriminatsiyasi bu monopolistga bozorni mayda segmentlarga ajratib, har biridan eng yuqori daromad olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Aytish joizki, eng birinchi darajali bu individual narx diskriminatsiyasini tushunamiz. Bu nazariy jihatdan eng mukammal shakl hisoblanadi. Bu holatda monopolist har bir iste'molchidan aynan uni maksimal to'lashga tayyor bo'lgan narxini olishga intiladi. Bu nima degani? Ya'ni firma har bir xaridorni ichki bahosini, to'lash chegarasini aniq biladi va tovarni aynan shu narxda taklif qiladi. Demak, samaradorlik nuqtai nazaridan ishlab chiqarish hajmi
ijtimoiy optimalga yaqinlashadi va o'lik yo'qotish qisqaradi yoki yo'qoladi. Lekin bu modelni ham amaliy cheklovlari judayam katta. Chunki har bir iste'molchini to'lashga tayyorligini aniq bilish qiyin. Axborot yig'ish xarajatlari judayam yuqori, huquqiy va axloqiy cheklovlar mavjud bo'ladi. Shu sababli to'liq mukammal diskriminatsiya amalda juda ham kam uchraydi. U ko'proq quyidagi shakllarda qisman namoyon bo'ladi. Birinchidan, savdolashuv va individual shartnomalar. Ikkinchidan, shaxsiylashtirilgan takliflar. Ikki qismli tariflar, maxsus paketlar va to'plamlar. Demak, birinchi darajali narx diskriminatsiyasi nazariy model sifatida juda muhim, lekin amaliyotda judayam kam uchraydi. Endi narx diskriminatsiyasini jamiyat uchun oqibatlarini baholaydigan bo'lsak, birinchi darajali diskriminatsiyada ishlab chiqarish hajmi samarali darajaga yaqinlashadi. Bu ijobiy holat, chunki o'lik yo'qotishlar qisqaradi va bartaraf etiladi. Lekin shu bilan birga iste'molchi ortiqchasi deyarli to'liq monopolist foydasiga o'tib ketadi. Demak, ishlab chiqarish samaradorligi oshsa-da, taqsimot adolatli, keskin qisqaradi. Demak, biz narx diskriminatsiyasiga baho berganda faqatgina aytaylik foydaga emas, balki samaradorlik, taqsimot va adolat mezonlariga ham e'tibor berishimiz lozim bo'ladi. Endi monopoliyadan oligopoliyaga o'tadigan bo'lsak, oligopoliya bozorlarida bir nechta yirik firmalar hukmronlik qilishi haqida biz gaplashganmiz. Bu haqda tushunchalarga ega biza, lekin raqobatchilar ham shunga javoban narxni tushirib yuborishga ehtimoli bor. Shuning uchun ham natijada bu yerda narx urushi boshlanishi mumkin. Shuning uchun oligopoliyada demak, narx belgilashda oddiy xarajat plyus modeli emas, bu yerda firma, raqobatchilar nima qiladi, bozor qanaqa javob beradi, iste'molchi qanaqa o'tadi, kelishuv va yashirin muvofiqlashuv bor yo'qligini hisobga olish kerak bo'ladi. Oligopoliyada yana muhim bitta holat borki, bu nima edi, kelishuv imkoniyati bo'lib hisoblanadi. Shu bilan birgalikda demak, firmalar aynan shu farqlardan foydalanib strategik narxlash siyosatini qurishadi. Demak, oligopoliyada guruh va individual narxlar bor. Ular qanday bo'ladi? Birinchidan, iste'molchilar iqtisodiy, ijtimoiy, institutsional belgilar asosida segmentlarga ajratiladi. Biz bu haqda aytganmiz. Ko'pincha rasmiy ochiq kelishuvsiz, lekin bozorlardagi firmalar tomonidan yashirin tarzda muvofiqlashtirilgan holda rivojlanadi. Bunga misollar aviakompaniyalarda tarif sinflari, telekommunikatsiyada xizmat paketlari, bank sektorlarida aytaylik segmentlashgan stavkalar yoyinki bo'lmasa to'liq masalan individual narxlar ko'pincha yirik korporativ mijozlar bilan alohida kontrakt, davlat xaridlari uchun, tenderlar uchun, energetika, transport va bonus qo'shimcha xizmatlar orqali amalga oshiriladi. Endi oligopoliyada biz bilamizki, individual narxlashni cheklaydigan bir qancha omillar bor. Buni bu slaydda mana shu omillar keltirilgan, ko'rishingiz mumkin. Ya'ni antimonopolik nazorat, iste'molchilar o'rtasidagi axborot almashuvi, tez narx nusxalash, yuqori narx ochiqligi. Mana shu omillar oligopolistik bozorlarda individual narxlarni ko'pincha to'g'ridan to'g'ri emas, balki yashirin bonuslar, qo'shimcha xizmatlar, kechiktirilgan to'lov, alohida shartnomalar orqali amalga oshiriladi. Endi juda qiziq va zamonaviy masalaga o'tadigan bo'lsak, bu xulq-atvor asosida narx diskriminatsiyasi. Ya'ni bilamizki, an'anaviy iqtisodiyot nazariyasida iste'molchi to'liq ratsional, ya'ni barcha ma'lumotni hisobga olib eng manfaatli qaror qabul qiladigan subyekt sifatida tasvirlanadi. Ammo zamonaviy tadqiqotlarda shundan dalolat beradiki, real hayotda qarorlar ham bunday qabul qilinmaydi.
ko'pincha iste'molchi qarorlariga emotsiyalar, kognitiv xatolar, odatlar, vaqt yetishmasligi, brendga ishonch ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham klassik diskriminatsiya kim qancha to'lay oladi degan savolga javob bersa, xulq-atvorga asoslangan yondashuv kim qanday qaror qabul qiladi degan savolga javob izlaydi. Chunki bunaqa yondashuv albatta ayniqsa raqamli iqtisodiyot, onlayn platformalar, algoritmik narxlash davrida judayam bir muhim ahamiyat kasb etadi. Xulq-atvor diskriminatsiyasini asosiy mexanizmlariga e'tibor beradigan bo'lsak, bu birinchisi mexanizmi odatga bog'liqlik, ya'ni status. Ko'p iste'molchilar mavjud xizmatni almashtirishni noqulay deb qabul qiladi. Shu sababli banklarda mobil operatorlar, internet provayderlar yangi mijozlarga arzon tarif, eski mijozlarga esa balandroq tarifni saqlab qolishi mumkin. Ikkinchisi bu axborot segmentatsiya, asimetriyasi. Uchinchisi bu vaqt qiymati va sabrsizlik. To'rtinchisi esa freyni effekti. Bu nima degani? Ya'ni narxni qanday taqdim etish iste'molchi qaroriga kuchli ta'sir qiladi. Beshinchisi esa o'sha brendga sodiqlik. Ba'zi iste'molchilar ishonchli brendni deylik yuqori deb belgilaydi. Bu masalani raqamli iqtisodiyotda demak dagi ko'rinishini ko'ramiz. Onlayn platformalar iste'molchilarni juda ko'p raqamli izlarni to'playdi. Qidiruv tarixi, ko'rilgan mahsulotlar, xarid qilish chastotasi, qurilma turi, joylashuv, aksiyalarga sezgirlik va mana shu ma'lumotlar bilasizki big data sun'iy intellekt orqali tahlil qilinadi. Natijada har bir iste'molchini narxga ehtimoliy munosabati baholanadi va real vaqtda, real rejimda narx moslashtiriladi. Ayniqsa bu algoritmik individual diskriminatsiyani yorqin namunasi bo'lib hisoblanadi. Raqamli iqtisodiyotda narx diskriminatsiyasi yangi bosqichga chiqdi. Endi bu jarayon inson menejer tomonidan emas, balki ma'lumot algoritmlar orqali avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Endi biz narx belgilashni texnik mexanizmlaridan biriga o'tamiz. Bu chiziqli narx belgilashda monopolist barcha iste'molchilar uchun yagona birlik narxini belgilaydi, ya'ni har bir qo'shimcha birlik uchun bir xil narx qo'llaydi. Chiziqsiz narx belgilashda esa xarid hajmiga, tarif turiga, shartnoma shartlariga, paket tarkibiga qarab narxlar o'zgarib boradi. Endi biz chiziqli, chiziqsiz modellarni shuningdek birinchi, ikkinchi darajali diskriminatsiyani samaradorlik nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu yerda birinchi chiziqli narx, ya'ni diskriminatsiyasiz holatda yagona narx belgilanadi. Bu yerda iste'molchilarning bir qismi ortiqcha qiymatni saqlab qoladi, lekin ishlab chiqarish hajmi ijtimoiy optimaldan past bo'ladi. Shu sababli o'lik yo'qotish yuzaga keladi. Ikkinchi daraja, ya'ni chiziqsiz narxlash o'z-o'zini ta'minlash mexanizmi ishlaydi. Xaridor qaysi paket yoki hajmni tanlashda orqali o'zini segmentlaydi. Bu holda ishlab chiqarish hajmi oshadi va narxga sezgir iste'molchilar bozorda qoladi. Demak, mahsulot turi va sifati bo'yicha biz qaraydigan bo'lsak, narx strategiyalarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, monopoliya sharoitida ko'pincha mahsulot turini ijtimoiy optimaldan pastligi kuzatiladi. Bu xilma-xillik yetishmasligi deb ataladi. Sababi har bir qo'shimcha mahsulot turini yaratish qo'shimcha xarajat talab qiladi. Monopolist esa faqat xususiy foydani amalga oshiradi. Lekin ba'zi hollarda monopolist aksincha mahsulot turini ataylab kengaytiradi, chunki bu orqali narx diskriminatsiyasi amalga oshirilishi mumkin. Yuqori sifatli variant yuqori daromadli mijozlar uchun oddiy va cheklangan variant narxga sezgirlar uchun belgilanadi. Demak, bu slaydda biz mahsulot sifati
orqali narx diskriminatsiyasini ko'ryapmiz. Bu asosiy tushuncha vertikal differensiatsiya deyiladi. Vertikal differensiatsiya deganda biz mana shu monopolist bir xil mahsulotni turli sifat darajalarini taklif qilishi tushuniladi. Bu to'g'ridan to'g'ri sizga qimmat, sizga arzon deb narx farqlashdan ko'ra institutsional jihatdan osonroq qabul qilish, osonroq usul bo'lib hisoblanadi. Bunga masalan aviachiptalarni ko'radigan bo'lsak, biznes klass, ekonom klass, birinchi klass. Bu yerda masalan reys bir xil, lekin sifat va xizmat darajasi turlicha bo'lishi mumkin. Yoki dasturiy ta'minotda cheklangan funksiyali versiya, professional to'liq versiya. Mehmonxonalarda standart, lyuks, premium xonalarni ko'rishimiz mumkin. Endi barcha modellardan ijtimoiy farovonlik nuqtai nazaridan umumlashtiramiz. Narx belgilash modellarini baholashda faqat firma, demak, foydasiga qarab emas, balki iste'molchini manfaati, daromadlar taqsimoti, bozor adolati, resurslar samaradorligi ham hisobga olinishi kerak bo'ladi. Masalan, bu yerda markaziy muammo shundaki, samaradorlik va taqsimot adolati o'rtasida ziddiyat mavjud bo'lishi kerak bo'ladi. Endi biz davlatni bu jarayondagi roliga to'xtaladigan bo'lsak, bozor mexanizmlari har doim ham o'z-o'zidan ijtimoiy maqbul natija bermaydi. Shu sababli davlat ma'lum qoidalar orqali sifat, raqobat va iste'mol huquqlarini himoya qilishi shart. Birinchisi bu minimal sifat standartlari, bu mahsulot xavfsizligi, ishonchliligini, funksional talablarini ta'minlaydi. Ikkinchisi litsenziyalash va sertifikatlash. Uchinchisi antimonopol siyosat. To'rtinchisi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish. Bu esa shikoyatlarni ko'rib chiqish, kompensatsiya, javobgarlik mexanizmlarini o'z ichiga oladi. Lekin shu bilan birga ortiqcha tartibga solish xavfi ham bor. Agar talablar haddan tashqari qattiq bo'lsa, innovatsiyaga rag'bat pasayishi mumkin. Endi biz umumiy holda aytaylik, darsimizga umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, bugungi mavzuyimizda biz siz bilan birgalikda monopoliya va oligopoliya sharoitida narx strategiyalarini turli ko'rinishlarini ko'rib chiqdik. Biz amin bo'ldikki, mana shu monopolist narxni aytaylik o'sha shart asosida belgilaydi. Narx chekka xarajatdan yuqori bo'ladi. Bu esa diskriminatsiya uchun imkoniyat yaratadi. Shuningdek, guruh diskriminatsiyasi talab elastikligi farqiga asoslanadi. Individual diskriminatsiya axborot to'liqligi va shaxsiylashtirilgan yondashuvga tayanadi. Oligopoliyada esa masala yanayam murakkab, chunki har bir qaror raqobatchilar javobini hisobga olishni talab qiladi. Bugungi iqtisodiyotda big data, AI orqali xulq-atvor asosida narx diskriminatsiyasi yangi bosqichga ko'tarilganini ham biz ko'rdik. Shuningdek, mahsulot sifati turlari orqali demak narx diskriminatsiyasi amalga oshirilishi mumkin. Demak, eng muhim xulosa, narx belgilash bu shunchaki hisob-kitob emas, balki strategik, institutsional, ijtimoiy jarayonligini ko'rdik. Hurmatli talabalar, mana bu savollar mana berilgan. Mustaqil o'ylab ko'rishingiz mumkin va bu savollarni keyingi darslarda muhokama qilamiz. Javoblarni modul tizimiga joylashingiz mumkin. Agarda sizda qanaqangidir savollar, tushunmovchiliklar bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. Savollaringizga javob beramiz. Bugungi darsimizni qisqacha mazmun mohiyati shundan iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' salomat